fast food, karakter, kichkinaroq kafenya biznesini boshlayman degan obunachilarimiz uchun atigi 15 kun yurgizilgan va shu 15 kunning ichida 20 milliongacha savdo qilingan tayyor biznesimiz sotiladi. Videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib qo'yishlar maslahat beramiz. Orqamdagi food truck ichida fast food uchun hamma texnikalari qilib qo'yilgan. Bardak choy uchun samovarlar, toster, friturnica, plitalar, skarodkalar, xullas ish boshlash uchun hamma texnikalari va 3-4 kunlik bozorliklargacha bor. Tashqi tarafiga keladigan bo'lsak, 7 ta kapsula, stol stullari bilan va tashqi tarafga alohida mehr berib qo'yilgan освещенияларgacha qilingan. Bu joyga qo'shimcha sifatida vafli shirinliklar ham qo'shib sotsanglar bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek hamma narsalar qilib qo'yilgan, hattoki yopinchalargacha. Xullas, kelasizlar, srazu ish boshlasanglar bo'ladi. Bu biznesimiz zo'r fishkasidan biri, joyga bir so'm ham arenda to'lamaysizlar. Qancha daromad qilsanglar, hammasi o'zingizlarga bo'ladi. Biznes narxiga keladigan bo'lsak, 9000 ga yaqin rasxod ketgan ekan. OXga 8,5 qo'yilibdi. Sizlar uchun 7,5 ming qilib beriladi va yana kelishib gaplashib olsanglar bo'ladi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishinglar mumkin. Joy lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Shuhrat Perekrovskadan Rayhon milliy taomlarga ketaverishdi. O'ng qo'lda. To'liq lokatsiyani Telegram kanalimizga joylab qo'yamiz. Xuddi shunaqa bizneslarga qiziqqanlarga jo'natib qo'yib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin.